Chikagodan Kaxakalladze sizlar bilan demak eshitamiz. Chirchiq shahrimizda Arancha degan joyimizda shundoq Ziromni yonida dala hovlini sotilyapti, dacha sotilyapti. Qishin yozin bu yerda suvi oqib turadi. Pastda ikkita xona, tepada ikkita xona. Va yuridik hujjatda 6 sotok samazaqat bilan 8 sotok joyimizni idealni. Katta ko'chaning yuzidan kirib kelsangiz 600-700 metrdan keyin dachamizni qishin yozin bu yerda sovuqadi. Bu yerda baliqlar, o'rdaklar boqib qo'ysanglar bo'ladi. Manzara zo'r. Joyimizda to'rtburchak, tekis, basseyn bor. O'zini klient bor. Faqat oilaviy qo'ygan ekan egasi. Hozir pulga zarar o'tgan uchun sotyaptilar. Narxi 67 ming. Shuni o'tib beringlar. Telefon bilan pastga ko'rsatib ketamiz, bizga aytamiz. O'sha chiqmas.